Maqo shahri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar safarni davomlashtirib sharq qarab olg'a ilgirlamoqda edi. Oldimizdagi Maqo shahrida salyot yetayotgan o'xshaydi. Ha, to'g'ri. Qo'rqitib Maqo shahrida yilda bir qatim Tatliqtirmlar bayrami o'tkaziladi. Ham shu kun salyotlar aytiladi degan edi. Ha, Tatliqtirmlar bayrami chuqur nihoyatda ko'p yaxshi yemeklar bor. Ha, gudong yeyishga bek amroq, ha? Amsa nemishqa bu yerda turamiz? Tez mang'ayli. Bu gudongmiz-da. Yeydigan narsaning ismini anglasa chaqqan chiqib ketdi mana. Hey, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Men qanday kiyim kiysam shundaqla yarishida, ha? Ilg'i, men boshliq. Ha? Ha? Rostla mushtaq yaznishim kerakmi? Ha? Bu mehmonlarni jalb qilish uchun emasmi? Lekin bundaq kiyinib bakli kichik ko'rinib qoldi ekan men shu. Yana kirib shuncha uzoq bo'ldi. Birovni xirida ekanmidi-ku. Seni mushunda kiyindirib ularning kelishini saqlaganimga fikrimga o'xshamamdi. Boshliq, siz davomli eng dana ish qilasiz. Xaybov atritidagilar kazra ularni bir yo'ldan qo'lga tushiraman. Lekin toshqonning kelishini kutib o'ltirgan ovchi oxirida toshqonni tutamidi-ku. Shum og'zingni yum. Chaqma. Tatliqtirim. Boshliq, Xaybov atritidagilar keldi. Biz o'nglaydigan toshqonlar oxiri keldi-da. Bu yerga xaridor kelmasligi bekor emaskanda. Boshliqdan pishirgan piraliklarning ta'mi nimancha g'alati. Shokolad piralikning ustiga tuz sepibdi-ku. Hep açığım geldi. Xaybov atritidagilar bekorchilikda yayrab ketibdi-ku. Bunga hargiz yo'l qo'ymayman. Yo'q, endi sen o'tirib chiqsan. Xo'p, boshliq. Yo'q, endi nimanda g'alati bir nimalarni jalb qilib keldim. Amal yo'q. Bu atrofda mushunda qurtlar borgan emasmi? Ha? Tuyuqsizda yaxshi bir amal esimga kelib qoldi. Yo'q, qiz bunda qiladi. Ondan. Bu qandoq narsa-da? Furshina qurt intayin tez ko'payalaydi. Uning
ۋە شۆلگىينى پۈركۈش كۈچەيتىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇلۇپ غايەت زور پۇرژىنا قۇرتقا ئايلانسا ئۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق بولۇپ كېتىدۇ. Biz köpçülükün yordamga chaqirayli. Yaxshi. Başlayak bak akıllık cumalsız. Ulan yeri bağaldın getkende biz oturup çıksak küşümeli yığanayımız. Hem de bizge nöbet geldi. Oturup çıkıştın buran. Aval bana bir konservası basınız bulamdı. Verip işini kınmam sen. Makul başla. Ulanın saniyeni köpeğe kılıdı. Şunçu köptür sayırgızımı tutup da gidemez. Biz yerdemge kelgenlerini qaytırıp iteyli. Ulanı da kerip gitti. Kaybol ettirdiki kadarlık dostlarım. Kurtlarını yaktırmadırlar mı? Çok gel. Ha? Ulan galet yasını yaptık ha. Lekin yuğani kız minaj pek onak bolup kattı. Neyime gülsen resmi işimizde kireli. Yani sen eski işkemlekle işi iken de bu. Qarab turg'lar, ular yana kuchlanib taraqqiy qiladi. Yo'q anigiz. Hop başla. Sizlarga qurtning qanday qo'rqinchli bo'ladiganligini ko'rsatib qo'yay. Uy. Bu hayat sözleri kurt geldi ha? Ha? Biz tezroq mümkün olaydı. Nişanı kaybap atırdıklar. Tezini tutun ödeyli. Mendek dana hem kelishgan cho'chonni qandaqsiga yordamchisi buncha yarimaz bo'lib qolganda. Hey! Böyle tezroq gel. Ay! Bunun da tuzken. Bildim. O kurut çokum tuzun kokudu. Tuşunu kurt tuzun kokudu iken de biz onunla tuzca çaylı. Başlak darak tüvede oldurup toşkan tutuş planımız mağlup bağında kılıdı. Kalma senem şu meygızlıkın sebepçi oldu. Başla. Ulan biz neyse bağlı kaldı mı değil mi? Kaybol ettirdikler ben çokum qaytib kelaman. İlim yaxşı biz o kurtlarını koğulayıp aladık. Bulması ulanın şölgede yuyungan bulattık.
Apang unchungla emasdi? Ha? Ilmi yaxshi Gudun o'qirpang ojizligini bayqayapti. Ha, uni unutib qopdiq-ku. Hey, meni saqlamay ketib qopsizlar-ku. Ay, Gudun, somkangdagi nima? bu yerdagi kishilar rahmat etish uchun bizga nurg'un tatliq turmalarni sovg'a qildi. Hamda bizning yeydigan narsamiz bor bo'ldi. Sapaqan yeyishni bilasan. Ha?